Pulingiz ko'p bo'lsa-yu, inamarga hayda olmasangiz alam qiladi-da. Davlat ishda ishlaydigan akalarim, men sizlarni tushunaman. 100 million so'mlik Navrodni sizga ko'rsataman. Eng qiziq tarafi Gentraga Malibu 2 Premier'i tablosi qo'yilgan. Salon o'ta seriozniy bo'lgan. Panoramli tom qo'yildi, Tracker 2 niki, rul Bentley stilda anodamisiya qilindi, torpedkalar koja bilan qoplandi. Malibu 2 bar ham qo'ydi, Malibu 2 Star Stop ham qo'ydi. Obshivkalar polni eko koja bilan qoplangan. Sidinaga e'tibor beradigan bo'lsangiz, o'rtasi alkantara bo'lgan, chetlari eko koja bo'lgan. Apparaturaga ham normalniy summa ketdi. Edifer, subwoofer, ustitor o'zidaligi qo'yildi. 4 ta shu kolonga qo'yildi. Karazera magnitofonni bardacho'ga tiqib yubordi, ovozi mo'shni chiqish uchun. Shumizolyatsiya ham polni full variantda qilindi. Kurgovoy Vitson tonirovkasi qilindi. Slipoy zona ham qo'yilgan mashinaga, optra fari ham qo'yganmiz. Hammasini aytadigan bo'lsam, video shunaqangi uzun bo'lib ketadi. Bu videoni puli ko'p, lekin inamarga hayda olmaydigan yaqin tanishingizga jo'natib qo'ying. Hammaga emas, yaqiningizga jo'natib qo'ying.